Xo'p, demak, endi biz amaliy qismga o'tamiz. O'rgangan formulalarimizga ko'ra misollar yechishdan namuna ko'rsataman albatta. Bu yerda e'tibor bering. Biz mana bu misollarni tanlab oldik. Mana bu yerda yozilgan misollarni va shu namuna asosida siz mavzuni to'liq tugatishingiz mumkin albatta. Endi 6-misoldan boshlaymiz. Bu yerda e'tibor bering. ABS uchburchak berilgan, BD bisektrisa o'tkazilgan. AB tomon 6 ga, BC tomon 7 ga teng. AD 2x, DC 2x plus 1 taqsim 2 kesmalarga teng. Bu yerda x topishimiz kerak. Birinchi xossamizga ko'ra 6 ning 7 ga nisbati, mana 6 ning 7 ga nisbati teng bo'ladi 2x ning 2x plus 1 taqsim 2 ga nisbati. Buni proporsiya qilamiz. 7 ni 2x ga ko'paytirsak 14x, 2x plus 1 taqsim 2 ni 6 ga ko'paytiramiz. Birinchi 12x yozamiz. 6 ni 1 taqsim 2 ga ko'paytsak 3. 12x bu yoqqa o'tsa 2x bo'ladi. Ana endi u 3 ga teng, x esa buni 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak 3 taqsim 2 yoki 1,5 desak ham bo'ladi. Demak, x imizning javobi 1,5. Ana endi keyingi savol 18-misol. Bu yerda ABC to'g'ri burchakli uchburchak berilgan va u teng yonli. Mana bu AB tomon bilan BC tomon teng. Bu degani, xo'p, mana buni men A deb yozadigan bo'lsam, mana bu tomonning uzunligi ham A ga teng bo'ladi. Gipotenuza esa ildiz ostida 2A bo'ladi. Bu Pifagor teoremasidan kelib chiqadi. Endi A ning ildiz ostida 2A ga nisbati 6 ning x ga nisbatiga teng. Demak, A taqsim ildiz ostida 2A barobar 6 taqsim x. Alarni qisqartirib yuborib proporsiya qiladigan bo'lsak, x teng 6 ildiz ostida 2 ekanligi kelib chiqadi. Demak, javobimiz tushunarli. 28-misolda e'tibor bering. ABC bu to'g'ri burchakli uchburchak. Nimagaki, mana bu CL bisektrisada burchak 45-45. Demak, bu burchak to'g'rilib qolsak, to'g'ri burchakli bo'ladi. Ana endi bu gipotenuzaga tushirilgan bisektrisa bo'lyapti va biz o'sha bisektrisa uzunligini topishimiz kerak. Buni nima qilamiz? Albatta bu 6, 8 bo'lsa, bisektrisa uzunligi 10 ga teng, bisektrisada gipotenuza uzunligi 10 ga teng bo'ladi. Ana endi x ni topishimiz uchun biz ikkita formulani ishlatsak bo'ladi. Birinchi formula mana bu m va n kesmalarini biladigan bo'lsak, x kvadrat teng 6 kara 8 minus mn formulani ishlatsak bo'ladi. Yoki bo'lmasam x ga 2 taqsim. Uchinchi formulamiz bor. 2 taqsim a plus b ildiz ostida ABP p minus c. Yoki-da mana 6 ni 8 ga qo'shadigan bo'lsak, 6 plus 8 ildiz ostida 6 ko'paygan 8 ko'paygan o'rta yarim perimetrni topish uchun 6 ga 8 14, buni qo'shsak 24, 2 ga bo'lib qo'ysak yarim perimetr 12. Ana endi mana bu yerga 12 yozamizda 12 ni 10 dan ayiramiz. Bu 2 ni beradi. Bu formulada 6 kara 8 48. Xo'p, 12 kara 2 24. Bular maydalaydigan bo'lsak, tub ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak, 48 ni biz 16 kara 3 deb yoza olamiz. Mana yozaman. 2 taqsim 6 ga 8 ni qo'shsak bu 14. Mana bu 48 ni biz 16 kara 3 desak, 24 ni esa xo'p 3 kara 8 deydigan bo'lsak, 16 dan 4 chiqadi, 2 ta 3 dan 3 chiqadi, 8 ni 4 kara 2 deydigan bo'lsak, undan ham 2 chiqadi. Demak, 4, 3, 2 va ildiz 2 qoladi. Umumiy hisobda bu 24 ni berdi. 24 ildiz 2. Biz 14 bilan 24 ni qisqartirsak, bu yerda 7, bu yerda 12 qoladi. 24 ildiz 2 taqsim 7. Demak, x ni qiymati 24 ildiz 2 taqsim 7 ekan. Xo'p, sizlar esa mana formula bo'yicha ham ishlab ko'ring yoki-da mana yordam berib yuboraman. Bu yerda m. Bu m bo'ladigan bo'lsa, n ni joyiga biz 10 minus m yozishimiz mumkin. Va birinchi xossani ishlatasizlar. 6 ning 8 ga nisbati xo'p m taqsim 10 minus m deb shuni m ni topib olish kerak. Ko'paytirsak 60 minus 6m barobar 8m. Bu yerda 14m barobar 60, m barobar 30 taqsim 7 ekanligi kelib chiqadi. Bu 30 taqsim 7 bo'ladigan bo'lsa, 10 dan 30 taqsim 7 ni ayirsak, 40 taqsim 7 bo'ladi. Biz shunda bu formulani ishlatadigan bo'lsak, x kvadrat teng 6 kara 8 bu 48 minus
37 30 ni 40 ga ko'paytirsak 1200 taqsim 49 bo'ladi. Buni umumiy mahraj berib ayiradigan bo'lsangiz, xo'p 48 ni 49 ga ko'paytirib biz 1200 ni ayirishimiz kerak. Keyin siz chiqaradigan bo'lsangiz, mana bu narsa kelib chiqadi. 49 dan 7 chiqadi, u yog'i esa 24/2 bo'ladi. Keyingi misolimiz 37-misol. Bu yerda ABC uchburchak berilgan, BD bisektrisi o'tkazilgan, keyin esa AY bisektrisi o'tkazilgan. Mana bizda mana bu x ni topishimiz so'ralyapti. Bunda nima qilamiz? E'tibor bering. Mana buni A deydigan bo'lsam, mana buni B deydigan bo'lsam, birinchi mana bu katta bisektrisa bo'yicha xossa ishlatamiz. Ya'ni A ning 12 ga nisbati, A ning 12 ga nisbati bu B ning 4 ga nisbatiga teng. Uni proporsiya qiladigan bo'lsak, 4A 12B bo'ladi. 4 ga qisqartirib yuborsak, A teng 3B. Demak, biz A ning o'rniga 3B yozishimiz mumkin ekan. Endi bu A, B, D uchburchakda AY bisektrisa bu xossada 3B ni B ga nisbati 9 x ga nisbati bo'ladi. Ya'ni 3B ni B ga nisbati bu 9 ni x ga nisbati. Mana bu ifodada e'tibor bering, blar qisqaradida x ning 3 ekanligini topishimiz mumkin. Chunki 9 3 ga bo'lsa 3 chiqadi. Keyingi misolimiz 38-misol. Bu yerda ham ikkita bisektrisa o'tkazilgan ABC uchburchakda A, L va B, D bisektrisa O nuqtada kesishgan. Xo'p, bizda esa bu yerda demak 38-misolda bizda AO ning OL ga nisbati so'ralyapti. Ya'ni mana AO OL yoki da mana buni M desak, buni N deydigan bo'lsak, biz M taqsim N nimaga tengligini aytsak bo'ldi. Xo'p, buni topishimiz uchun bizga nima kerak bo'ladi? Bizga mana bu BL kesma kerak bo'ladi. Chunki 8 ning BL ga nisbati M ning N ga nisbati kerak. BL ni biz keling x deb yozib olamiz. Shunda bu 10 minus x bo'ladi. Qarang, 12 ni 8 ga nisbati 10 minus x ni x ga nisbati desak ham bo'ladi. Demak, 10 minus x taqsim x teng 12 taqsim 8. Bunda har birini x ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 10 taqsim x minus 1 barobar 12 taqsim 8. Minus 1 bu tomonga plus 1 bo'lib o'tsa, bu 20 taqsim 8 bo'ladi. Demak, 10 taqsim x barobar 20 taqsim 8. 10 bilan 20 ni ketsak, bu yoqda 2, bu yoqda 1. 2 bilan 8 ketsa, bu 1 taqsim 4. Demak, ximiz 4 ga teng ekan. Mana bu qiymat 4 ekanligini bildik. Endi 8 ning 4 ga nisbati M ning N ga nisbati. Bu BAL uchburchakda bisektrisa bo'lganligi uchun. Demak, M ning N ga nisbati bu 8 ning 4 ga nisbati yoki da 2 ning 1 ga nisbati. Buni 2 bo'lingan 1 nisbat deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Keyingi misol 45-savol tashqi burchak bisektrisasi ekan. E'tibor bering, ABC uchburchakda CE tashqi burchak bisektrisasi va bizda AC tomon 10, BC tomon 8, AB tomon x va BE 8 ga tenglik berilibdi. X topishimiz kerak. Xossasi aniq, ya'ni 10 ni 8 ga nisbati umumiy tomon x plus 8 ning 8 ga nisbati bo'ladi. 8 dan qisqartirib yuborsak, 10 bo'lishi uchun 8 ga nechini qo'shamiz? Albatta 2 ni. Xo'p, mana bu yerda 6 ta misol tushunarli bo'ldi. Ana endi bizda mana bu 4 ta misol qoldi. Hozir uni yechimini ko'ramiz. Xo'p, demak bizda keyingi 4 ta misol 46. 46 da mana shu burchakda bisektrisa chiqarilgan mana. DB bisektrisa. Bisektrisa A tomondan y uzunlikda, S tomondan esa 6 uzunlikda. Bisektrisa chiqqan burchakdan A gacha 8, D dan C gacha esa x. Bizda xossa bor. Bisektrisa o'zi mana shu chiqqan burchakning tomonlaridan teng uzoqlikda bo'ladi. U degani bu bilan bu teng bo'ladi va mana bu masofalar ham teng bo'ladi. Bu qoidaga ko'ra ximiz bizda 8 ga teng, y'imiz 6 ga teng. Mana. Juda ham oson. Keyingisi 48. 48 da qarang. ABC uchburchakda C da bisektrisa chiqarilgan va D nuqtadan AC tomonga balandlik tushirilgan, u 5 ga teng. Biz esa
Mana bu b da x ni topishimiz kerak. Buni qanday topamiz? Hozir xuddi shu xossa bo'yicha D nuqtadan mana bu AB tomonga ham, BC tomonga ham balandlik tushirib olaman. Bu ham 5 ga teng bo'ladi, chunki teng uzoqlikda joylashgan. Mana bu 8 bo'lganligi uchun mana bu yeri ham 8 bo'lib, bu tomoni 9 bo'lib qoladi. Ana endi biz 5 va 9 ga ko'ra Pifagor qilib x topib qo'ysak bo'ladi. X teng ildiz ostida 9 kvadrat 81 plus 25. Bu bo'ladi 106 bo'ladi. X topildi. Keyin 58-misolda ikkita bisiktirsa va O nuqtada kesishgan. Biz mana shu bo'yalgan uchburchak yuzini topishimiz kerak ekan. Bu uchburchak yuzini topish uchun e'tibor bering. Bisiktirsalar uchburchakka ichki chizilgan aylana markazida kesishadi. Mana. Bu degani aylananing radiusi mana shu uchburchak balandligi hisoblanadi. Biz hozir o'sha radius topamiz. O'sha radius formulasi 2s taqsim a plus b plus s formula. Biz buni balandligini juda ham oson topib olamiz. Mana bu balandlik vazifasidagilar teng olib bo'lganligi uchun bu 5 ga teng bo'ladi. Mana bu ham 5 ga teng, bu 13. Balandligi esa 12 ga teng ekanligini bilishimiz mumkin. Bizga bu uchburchak yuzini oson topishga yordam beradi. Ya'ni 12 ni mana bu 10 ga ko'paytirib 2 ga bo'lishimiz kerak. 12 ko'paygan 10 taqsim 2 bu bizda 60 ni beradi. 60 to'liq uchburchak yuzi. Demak, bu 60 bo'lsa 2 ga ko'paytirilganda 120 bo'ladi. Yig'indi, tomonlar yig'indisi 13, 13, 26 buni qo'shsak 36. Bu qisqaradi 6 ga. 6 ga qisqartirsak tepada 20, pastda 6 bu yana qisqaradi va 10 taqsim 3 ekanligini topamiz. Bu radius. Endi bo'yalgan uchburchak yuzasi o'sha so'ralgan AO'sini yuzi nimaga teng bo'ladi? 10 taqsim 3 radiusni 13 ga ko'paytirib 2 ga bo'lganimiz teng. 2 bilan 10 qisqarsa 5 bo'ladi. 5 kira 13 65, past esa 3. Mana yuzasi chiqib berdi. Keyingi savolimiz 72-savol. 72-savolda ABC uchburchak bu so'z matnli savol edi. Matn shunday iboratki, ABC uchburchakda A da bisektrisa bo'lsin. BD va DC mos ravishda 5 va 8 ga teng bo'lsa, bu uchburchakning perimetrini minimal va maksimal qiymatini toping. Ya'ni eng kichik va eng katta qiymatini toping. Bu bisektrisa xossasiga ko'ra bu 5x ligini, mana bu 8x ligini bilishimiz mumkin. Shunda BC tomon 13 ga teng va uning uchburchak tengsizligiga ko'ra qoidasi o'sha 13 bu ikki tomon ayirmasidan, ya'ni 3x dan katta bo'lishi kerak, yig'indisi 13x dan kichik bo'lishi kerak. Biz bunda x ning oralig'ini topadigan bo'lsak, bunda 13 taqsim 3 dan kichik bo'lishi kerak bo'ladi x'imiz. Mana 13 taqsim 3 dan kichik. Mana buni ishlaydigan bo'lsak, x 1 dan katta bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni x ning oralig'i 1 va 13 taqsim 3 oraliq chiqdi. Endi perimetrning formulasi, e'tibor bering, perimetr formulasi 5x 8x qo'shsa 13x va plus yana 13. 13x plus 13. Bu yerda mana butun son chiqadigan x ning eng kichik qiymati. Hozir e'tibor bering, bu x mana shu oraliqda bo'lsa, 1 dan katta bo'ladigan eng kichik qiymati bu 1,13 dan 1. Demak, shunda bu butun son chiqadi. 1,13 dan 1 bu 14 taqsim 13 degani, ya'ni 13 ni ko'paytiramiz 14 taqsim 13 ga va qo'shamiz 13 ga. Bular qisqarib 14, 14 ga 13 bu 27. Demak, bizda perimetrining minimal qiymati 27. Endi maksimal qiymati. Maksimal qiymatida 13x plus 13 da biz mana bu 13 taqsim 3 dan kichik, eng kichik son, ya'ni bu hozir 4,3 dan 1 degani. Bundan kichkina eng katta sonimiz bu. Bundan kichkina eng katta sonimiz 4,13 dan 4. Mana bu 4,13 dan 4 noto'g'ri kasr qiladigan bo'lsak, 56 taqsim 13 bo'ladi. Biz shunda 13 ni ko'paytiramiz 56 taqsim 13 ga, qo'shamiz 13 ga. 13 bilan 13 ketib 56, 56 ga 13 qo'shsak 69. Demak, bizda bu uchburchak perimetrining eng katta qiymati 69 ekan. Xo'p, biz amaliy qismda tushuntirmoqchi bo'lgan misollar mana shular va yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa albatta yozib qolding, ularga ham yechim qilib berishga harakat qilamiz. Keyingi darsimiz albatta 9-mavzu bo'ladi. Hammaga rahmat.